Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda ona bola sigir ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan ona bola sigirlarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Ikkalasiniki ham buqacha akalar. Hafta kuniga akalar, shanba 2026-yil 4-aprel sanasida. Zvachkasi og'zida mana, ikkoviniki ham yeb ichishi zo'r. Tanajoni sog'lom. Aybi nuqsi yo'g'idan mana aka-ukalar, sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Sinalgan mollar akalar. Hop, akalar, demak sizlarni ko'p kuttirmagan holatda ma'lumotini berishlikni boshlaymiz. Mana bunisini bo'yi 1.20 akalar. Qora oladan, bolasi buqacha. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bola ham pachka. 12 kunlik bo'ldi akalar bolasi. Mana 12 kunlik bo'ldi. Yeb ichishi zo'r, tanajoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q akalar. Yuvoshligiga, tepmasligiga garantiyasini beramiz. 8 litr sut beryapti akalar, menda 5 litrga olaveringlar. 5 litrga 8 litr sut beryapti ama. Narxiga akalar 26,5 million, ozgina kami bor. Mana bunimiz. Bo'yi 1.34. Bolasi buqacha. Angus urug'ga qo'yilgan ekan akalar, Angusga gibridlashgan bu. Mana. Bo'yi 1.34 akalar. Tutaylarni qaranglar buni ham. Joning sog' bo'lsin. Hop. Buni akalar. Bo'yi 1.34. Ikkalasi ham 8 kurakdan, tishini aytmabman. Ikkalasi ham 8 kurakdan 3-bolaga. Akalar, buni 34 million ozgina kami bor. Bo'yi 1.34. Kimga yoqsa telefon qilinglar, dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.